Alloh bersin. O'zbekistonda o'yinda sal qiyinroq o'tadi, chunki hamma nimani bizada bo'ladi, ko'p odam ko'rsatadi. O'ylaymanki, yaxshi o'tadi bugungi o'yin. Terma jamoa bosh murabbiy qanday ko'rsatmalar bergandi, aynan himoyachilarga? Akalik zo'r beryapsiz, savollar bor. Javob. Bunaqa narsa aytilmaydi aka. Bu savolga javob berishga imkonsiz. Xo'p, keyingi savol. Bu yoqqa ham o'ting. Nishonlash qanday bo'ladi? 10-da. 10-da nishonlash qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Barcha oldindan aytib qo'yish kerak emas. Hozir butun O'zbekiston ko'ryapti sizni. O'zbekistonlik muxlislarga, sizning muxlislaringizga fikrlaringiz. Salom nima? Salom. Tabriklaymiz hammani. Ha. Bo'ldi. Ha? Hozir yig'lavoradi aka. Tabriklaymiz, zo'r o'yin. Rahmat. Abbos, Manga turaymi? turing. Do'stingizning yonida turing. O'z bo'lsang,